3 qism. Hergizmi bormayman. Endi undaq tərisat muştum zorning chiroyini ko'gim yo'q. Rustamjon balammi bekodan beka qo'l tekkizmagandi. Ayol kishi bo'lgandikin, ig'irroq bo'lsam shu jidalmi yo'q. Er kishi degan shundaq zardiligrak bo'lgani yaxshi. Rahmatlik dadangmi shundaq mijozi ishtik, ochchig'i yomon, kunchiligi qattiq odamdi. Yosh vaqtlarimizda bizmi shundaq urush jidal qilatdik. Lekin ko'nglida yomonlik yo'q. Menga bak kuyinatdi. Mijozlarning bir yerlari Rustamjon balamga o'xshabmi qoladi. Rustamjon balam deb og'zingdan tushirmaysan. Qizingning tatiyotgan dard alamlarini o'ylab baxdingmi? Sening nima dard alaming bor? Ering bormi desa, bodugdek eri, bir chiroyli uying, umoq o'g'ling bor. Sana yana nima gap? Bir yerga avatmaydi deysan. Shu restoran, choylardan nima foyda chiqadi? Xotin kishi doim sirtlarda yursa, erning ko'nglimi uydan suv ichmay, talog'i qaraydigan bo'lib qoladi. Shunga hozir balani yetim qilib ajrashadiganlar ko'p. Shu xotinlar shu restoranda o'ynab, ichib yurganning o'rniga uyda balasini beqib, erining huddisidan chiqsa bo'ladi. Biz cho'kan vaqtimizda erlarimiz ruxsat qilmasa, onamizning uyiga mi borolmaydik? Bo'ldi qig'na ana. U degan qaysi zamondagi gap? Hozir degan davr o'zgardi. Erlar qandoq bo'lsa, bizmi shundaq? Davr o'zgardi deb bundaq yursanglar bo'lmaydi. Bala, ayol kishiga oilaning xotirjamligidan boshqa yana nima xushallik bor? Rustamjon balamning to'li choyga, restoranga bormang, uchiq yelin kiyimlarni kiymang, ichimlik ichmang deganlarning hammasi to'g'ri. Xotin kishi degan erning gapini anglag'uluq. Onam bilan ortiq takallashqim kelmadi. Kechda Rustam keldi. Onam ikkisining mijozi bakmi kelishyapti. Onam uni o'z o'g'ildakli ko'radi. Tunugun Zulfiya bilan ozroq tagishib qolgan opa. Sizlardan apu so'rg'ash, ep ketay degandim. Ha, yosh xotinlarda tagishish degan bo'ladi. Men Zulfiyaga ko'p gap qildim. Ushaq ishlari chechilmay, chiroyli o'tinglar. Men yotoq uydan chiqmay yetib oldim. O'g'lim kirib tassimi unimidim. Onam kirib bir muncha taptani qilibmi, aldab sipabmi meni ayvashga keltiramadi. Tunugunki ish menga bakma ig'ir kelgan edi. Rustam o'tirib oxiri ketdi. Shuning bilan mening yomonliqliq kunlarim boshlandi. Xeyli erkin ozoda bo'lib qoldim. Lekin hafta o'tmayla uyimning qadri o'tilishga boshladi. Balani atigini yasiga oparmoqning buncha qiyinligini bilmabdiman. Atiganlik cheyini berib, kiyimlarini kiygizib bo'g'icha qora targa cho'milib ketatdim. Yasiga opirib, yo'lni yana qaytalab menib, idoraga oralda ulgurib kelatdim. Menmo ko'zimga chiroyli ko'ringanni kiyib baqay deb 2 qur kiyim elib oldim. Maoshim tal-to'kis tugab, o'g'limni o'ynatib kirgidakmi pul qolmadi. Onam so'zlab agashga shundaq bilindimi, 1-2 qitim ayollarning cheyig'i berib, mazasiz kulga, g'ayvat shikoyatdan kayfim ushqan holda yenib keldim. Balam, "Rasmni dodamdek sizolmaydi ekansan, dodamdek o'ynatmaydi ekansan" deb kallamni o'choq qilib etdi. Erimning tejashli qo'li bilan hech nima o'ksib qolmaydigan orom baxsh uyimni, tinch turmushimni seg'inishga boshladim. Lekin erimning ko'tuldoshlarini, shapaloqlarini o'ylasamla tezkim qatatdi. Bir kuni qoq sahardala Rustam keldi. U onam bilan burunqidakli qizg'in ko'rishib, Urumchiga 4 oylik tarbiyalash kursiga boradigan bo'lib qoldim. Zulfiya bilan bala mushiyada turib tursa, komandirkadan kelib aktaman, dedi. Rustam balani ko'tarib, suyib erkilatdi. Ham menga qaradi.
u manga azaldan men ta'sirlangidek mehr bilan tikilib baqqan emas. Qachonliq qarasa, chiroyi sud ustida jinoyatchini ayblayotgandek jiddiy ham surlik. Balaga obdan qara, pat-pat uyimizga berib qarab qo'ygin. Ishlar bo'lsa telefon qilgin. Mao 1000 yuanni yeningga sep qo'y. Uning ovozi quloqimga bozg'an soqqandekla anglanatdi. Gapmi qilmay, xo'shmi demay qoldim. Rustam ketibla idoramizda xodimlarni qisqartirgan degan parang yana avib qoldi. Bu gap chiqqali necha yil bo'lgan edi. O'qish tariximmi uzun, xizmat natijammi yaxshi bo'lg'ashqa, men uningdan ancha g'am qilib ketmagan edim. Lekin bu qitim mish-mish parang ching'iga chiqib, rost degandek bir qism odamlar ish o'rnidan qoldirildi. Ish o'rnidan qoldirilganlar ichida men bor edim. Qattiq hayron qoldim. Boshqalarni hayron qilishdi. Ma'magan yo'lim, izdimagan odamim qolmadi. Lekin rahimsiz reallik oldida hech nima qilolmadim. Ishdoshlarim, o'tganda eringiz yeliq cho'ng boshliqni urib atgan. Shuning qilgan ishi haqachon, dedi meni ichdim. Amal yo'q, baganni elib, idordan yenib chiqdim. Maydamni kirib, bankada ishlayman deb yurgan odam birdamdala ishsiz bo'lib qoldi. Bu ishlarni onamgami, Rustamgami demadim. Onamga faqat yillik armimni elib deb qo'ydim. Eriyar ish o'rnimdan qolganimdan xabar tepib, bir muncha tasalli berib telefon qildi. U kechda chiqsangiz, paranglashqash aylanib kelsak degan edi, rad qildim. U mushuning bilan 4 qitim meni kechda ko'rishishga taklif qildi. Har qitim avval siliq, keyin keskin rad qilib atdim. Nadim bilgankin Rustamning Urumchiga ketganligini bilib bo'pti. Endi talatuzga chiqsammi, uningdan ehtiyot qiladigan bo'lib qoldim. Balakasi qo'shlab ketdi degandek, yaqindan beri beqinim to'la og'riydigan bo'lib qolgan. Berib tekshirsam, doktor börekda tosh bog'liqini, darhol operatsiya qilish lozimligini aytdi. Onamga desam, shu zamon Rustamjon bolasiga telefon qildigini aniq. Uning talatiga qarag'immi yo'q. Uningga bo'lgan o'shligim, uyimga bo'lgan sig'inishimni allaqayoqlarga aktatdi. Nimishqimi? Eliyarning mijozi erimda yo'qdi deyman. Menmi bir yosh ayol bo'lgandikin, erimning tatliq erkiltishlaridan bahra ib baqsam, boshqalardek o'ynab kulib, xushal o'tib baqsam. Endi tex ish o'rnimdan qoldim. Maoshim yo'q. Rustam 10 yuannimi siqimdab xajlaydigan piqsiq. Mendek bir tiyin kirimsiz ayoldan voz kechamdi texi, degan xiyollarni qilatdi. Sadda onamga operatsiya qildirman devidim, cho'chib ketib, ozroq saqlab, Rustamjon kelgandan keyin qildirsang bo'lmamdi, deb yelinib ketdi. U kelsa nima qilib beradi? Endi uning gaplarini ko'tirguchiligim yo'q edi. Her nim bo'lsa, ish o'rnidan qoldirilganlik puli yenimda bor edi. Shu pul bilan balnisda yetib operatsiya qilindi. Operatsiya qilinib 4-kuni oran o'ri bo'la oladi. Bechora onam bir tarafdan balamga, bir tarafdan menga qarab bakmi jafo tortdi. Rustamning qaytadigan vaqtiga xeyli bor edi. Uni o'ylab nima qilaman? U yenimda bo'lgan taqdirdimi, menga toptana do'q qilib, ko'zimni yoshlashdan boshqa nima qilib beradi? Onamning ko'ngli qo'yib kutishi bilan xeyli yaxshilanib doktorxonadan chiqmoqchi bo'ldim. Eliyar telefon qilib, meni mashina bilan shahar sirtiga sayli qilib kelishga taklif qildi. Bu kunlarda ko'nglimni ovundiradigan gaplarni faqat shuningdalla anglayotdim. Bu qitim u nihoyat qattiq turib oldi. Zulfiya, mening oilangizga so'g'uqchilik silish xiyolim yo'q. Kesal bilan jiq haraj topdingiz, dardingizni obdan tushunaman. Ichingiz siqilib, buruqtirma bo'lib ketgansiz. Faqat bir qitim ma'quldam.
Şəhər sirtiga chiqib aylanğaç, muңdışıp kelayli. Faqat birlik etim. Təbrinib qaldım. Şu tapda mən bir samimiy muңdaşqa muhtaç bo'lib turatdim. Xizmatdagi o'ngishsizlik, ko'nglim suv ichmagan Ko'taranmasang sangiltib ol degandek, mushundaq chog'da o'zini ko'rsatgan kasal qo'shilib, meni holimdan ketkizayotgan edi. Yer demisimi, shu tapda meni o'rab turgan bu muhitdan yiroq joylarga berib, aylanib kelgim kelib qolgan edi. Hozir men Balnisda ati doktorxonadan chiqaman. Chiqqandan keyin bir gap bo'la. Bo'ladi Zulbiya, rahmat sizga. Ovozdan uning nihoyat xushal bo'lganligi bilinib turadi. Eg'irlashgan beshimni yostiqqa tashlab xiyolga patdim. Erim turib, boshqalardan tasalli izlayapman. Nimancha ta'lim yo'qdi mening. Shu Iliyarga tekkan bo'lsam-mu, buncha kun sizga desam, Iliyar ikkimiz burun yurib ayrilib ketganimiz rost. 7-8 yillar ilgirki ish. Bu ishda men o'zimni aybkor hisoblamayman. Hozir men eri, bolasi bor ayolman. Agar menga qarchaplayman deydigansiz, oqibatiga ega bo'ling. Ochiqlanmang Zulbiya. Mening sizga qarchaplash niyatim yo'q. Men sizning axloqliq, fazilatli ayol ekanligingizni bilaman. Balkim mening sizni izlashim xatodir. Lekin men ko'nglim xalab keldim. Erim bilan munosabatingiz yo'qligi menga ayon. Avval gapimni anglab beqing. O Xanzu tilida o'qigan bo'lsa kerak. Ozroq qiynalib so'zlaydi. Bo'libmi jiddiylashganda gap topolmay qoladi. Men uningga undamay qarab o'tirdim.